Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan quyidagi masalani yechib o'tib ketamiz. Dastlab masalani shartini tahlil qilamiz. Takahashi qishlog'ining oqsoqoli juda tez uxlab qoladi. Aniqrog'i, agar oqsoqolning yelkasiga oxirgi marta urilgandan keyin s+0,5 soniya yoki undan ko'p vaqt o'tib ketsa, u uxlab qoladi. Mana bu joyi muhim. s+0,5 soniya yoki undan ko'p vaqt o'tib ketsa, u uxlab qoladi. Hozirgi vaqtda oqsoqol uyg'oq va xizmatchi hozirgina uning yelkasiga urib qo'ydi. Ya'ni dastlabki vaqt 0-soniya deb olinadi. Shundan so'ng xizmatchi oqsoqolning yelkasiga roppa-rosa n marta uradi. Birinchi marta urish hozirgi vaqtdan boshlang'ich nuqtadan, ya'ni 0 nuqtadan hisoblanganda ti soniya amalga oshiriladi. Oqsoqol hozirgi vaqtdan boshlab to tn soniyagacha bo'lgan vaqt oralig'ida uzluksiz uyg'oq qoladimi yoki yo'qmi? Shuni aniqlashligimiz kerak. Bu masalani sharti tushunarli bo'lsa, keyingi qismga o'tamiz. Chegaralar. Bizda n ning aniqlanish sohasi bor. Bizda s aniqlanish sohasi bor va bizda ti ning aniqlanish sohasi bor va ti undan keyingisidan vaqtlar o'sib borish tartibida beriladi. Quyidagi bog'liqlik bor. Keyingi vaqt oldingi vaqtdan albatta yuqori bo'ladi. Barcha kiritilgan qiymatlar butun sonlar. Bu chegaralar. Masalan, yechishligimiz uchun. Endi kiritish formati input haqida gaplashamiz. Bizda ikkita line beriladi, demak, birinchi line va ikkinchi line. Birinchi qatorimizda n va s ikkita butun son beriladi va uchinchi qatorda n ta vaqt beriladi. Chiqish formati agar oqsoqol hozirgi vaqtdan boshlab tn soniyagacha uzluksiz uyg'oq qolsa, yes deb chiqarish kerak. Aks holda no deb chiqarish kerak. Masalan, bitta kirish misoli 5-10, ya'ni 5 ta vaqt beriladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta vaqt va 10 soniyadan. Bu s qiymat qancha vaqt uxlab qolishligi mumkinligini bog'liq bo'lgan qiymat. Bunda yes chiqyapti. Bu nima uchun? Buni bir tushuntirib o'tib ketaman, sababini tushuntiraman. Aytaylik, dastlabki vaqt 0 deb oladigan bo'lsak, oqsoqol bu vaqt uzluksiz, cheksiz davom etadi. To'g'ri chiziq o'ng tomonga davom etadigan bo'lsa, aytaylik, oqsoqol mana bu yergacha, mana bu nuqtagacha. Bu qanaqa nuqta? Bu mana bu nuqtaga 0 ga 10+5. Ya'ni chunki bizda berilgan s qiymat 10 ga teng va bizga aytganki s+0,5 degan. Mana bu nuqtada, ya'ni 0 da boshlasa 10.5 nuqtada oqsoqol uxlab qoladi yana. Chunki biz bir turtganmiz 0-nuqtada, u uyg'ongan va mana bu nuqtaga kelib yana uxlab qoladi. Va bundan bu yog'iga ham uxlab qoladi. Cheksiz uxlaydi. Ammo bizga birinchi turtish 6 da yuz beryapti. Ya'ni bu nima degani? Mana buni 0 nuqtani t1 o'zgaruvchiga olib olsak, tempi 1 deganda, dastlabki holatda mana bu elementlar o'zaro bo'yicha aylanadigan bo'lsa, ya'ni bu nima degani? Birinchi 6 ni oladi, keyin 11 ni, keyin va hokazo shunday qiymatlarni olib keladigan bo'lsa,
6 ni olgan vaqtida biz 6 dan ayiramiz. Uni oldingi vaqti 0 di. Shunda bu natija chiqadi. 6 chiqadi. O'sha 6 mana bu intervaldan, ya'ni 10.5 dan kichkina bo'lsa uxlayotgan bo'ladi. Ammo biz buni shunaqa qilishimiz mumkin, ya'ni mana shu intervaldan kichkina yoki teng bo'lsa uxlayotgan bo'ladi. Yes, uxlayapti, demak uyg'onmadi. Ya'ni mana bu nuqtaga keldi 6. Chunki mana bu intervalda turibdi, uxlamagan. Endi biz T1 yangilab qo'yishimiz kerak 6 ga. Endi emiz keyingi holatda 11 ni oladi va 11 dan biz ayiramiz 6 ni. Chunki oxirgi marta turtish endi 6 ga aylandi. Mana bu yerda tutgan va bundan keyin bu 10.5 vaqt o'tgandan keyin, 10.5 vaqt o'tgandan keyin yana uxlab qoladi. Biz mana bundan uxlab qolgandan mana bu oraliqda bo'lishi uchun ayirish amali bilan ifodalaymiz. Ya'ni 11 bu yerda 11 mana bu yerda. 11 da yana tutyapti. U payt uxlab uyg'oq. Ya'ni biz uxlab qolmasdan tutib olsak, shuni tekshirib chiqamiz. Ayirish amali shuni ifodalaydi. Ya'ni bu 4, bu 5 kichkina yoki teng 10.5 dan plus. Va hokazo shunaqa qilib tekshirib ketilaveradi. Qiymatga ko'ra 21 bo'ladi. Demak 21 minus oxirgi 11. Shunda 10 kichkina yoki teng 10.5 dan hali ham mumkin ekan. 22 bo'lyapti. 22 minus 21. Shunda 1 deb beryapti. 1 kichkina yoki teng 15 dan plus va keyingi holatda 30 minus 22 barobar 8. 8 kichkina yoki teng 10.5 dan. Va oxir oqibat doim mana shu intervaldan chiqib ketmadi. Demak, yes natijani qaytarsak bo'ladi. Ya'ni mana bu holatda agar oqsoqol hozirgi vaqtdan boshlab insoniyagacha uzluksiz uyg'oq qolsa, yes, ya'ni umuman uyg'oq qoldi. Chunki uxlab qolgunicha biz turtaverdik mana bu holatda. Chunki bular oralig'ida mana bu ikkita son oralig'i 10 emas. 10 dan 10.5 dan baland emas. Xuddi shu narsani kodiga o'tadigan bo'lsak, agar mantig'i tushunarli bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu Python dasturlash tilidagi kodi bu. Ya'ni s sonni olyapti, s 10 da olyapti va a ni olyapti. Bizda 6 bu nechilar edi? Mana bu 6 11 21 6 11 21 22 30 mana shu interval edi. T0 dastlab 0 ga, keyin e ga a ni elementlarini olyapmiz. Ya'ni e dastlab mana 6 bo'ladi. E dan T1 da ayiryapmiz. Ya'ni bu nima degani? Biz 6 dan 0 da ayiryapmiz. O'sha ayirma agarki bizda kichkina yoki teng edi-ku. Masalan bizda 10 berilgan, 10.5 dan, to'g'rimi? S dan. Endi buni teskarisi bor. Mana shuni teskarisi katta belgi. Ya'ni teskarisi bo'lsa, u intervaldan chiqib ketadigan, uxlab qolgan bo'ladi. O'sha holat uchun mana bu yerda if shart qo'yganmiz. Ya'ni agar mana bu shart ayirma s dan katta bo'lib ketsa, 10 dan katta bo'lib ketsa, bizda funksiya oxirigacha borib o'tirmaydi, false qaytaradi. Chunki bir marta uxlab qolindimi, qaysidir oraliqda bir marta uxlab qolindimi, bo'ldi, bu uxlaganga o'tadi.
uzluksiz uxlamaslik sharti buziladi. Shuning uchun o'shanda false qiymat qaytib ketadi. Va undan keyin bu shart tekshirgandan keyin T1da temp o'zgaruvchini eni T1ga tayinlab ketaveramiz. Va hammasidan mana shu shart mana bu shart rost bo'lib o'tib ketsa, oxir oqibat mana bu yerda true qiymat qaytarilishligi kerak. Bu shunchaki kodi algoritm funksiya ko'rinishida. Xuddi shu narsa, xuddi hozirgi narsa C++ dasturlash tilida, ya'ni boolean turida qaytaradi, nomi sv, yechim, integer turida s va konstanta vektor integer ko'rinishida a parametr T1 0 ga o'rnatiladi, auto e bilan a. Yana shu shart bo'lsa false e ga tayinlaymiz, aks holda true cycledan o'chib ketgandan keyin. Mana shu narsa. Umumiy holatda algoritmning time complexity'si bigosi on bo'ladi. On vaqt olyapti. Xotiraga keladigan bo'lsak, o'zi massivning o'zi avtomatik on da turibdi, chunki baribir int element saqlagan a massivimiz. Undan tashqari biz bitta o'zgaruvchi olganmiz, temp degan, bu o1 hech narsa hal qilmaydi. Lekin biz kirayotgan massivni hisobga olmasak, demak u hisobga olmaydi aslida. O1 xotiradan O1 vaqt memoriyadan. Demak, time memoriyadan O1, vaqtdan esa timedan esa on algoritm yoza olganmiz. O'ylaymanki tushunarli. Savollar bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.